Türkistanlıq qarindoshlar, Sharq Turkiston xabar agentligining xabarlar programmasini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Eng oldi bilan qisqacha mazmuniga ko'z ataylik. Amerika Xitoy strategik raqobat alayda komiteti majburiy emgakdan ishlangan mallarning Amerikaga import qilinishi ahvoliga qarata tekshirish boshladi. Meksikadagi 2 nafar millat vakili Xitoyning zulmiga qarshilik ko'rsatdi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor Xitoy Amerika jamiyatining har qaysi qatlamlariga tajovuz qilib, ichidan ojizlashtiryotidi dedi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Amerika Kengash palata a'zosi, Amerika Xitoy strategik raqobat alayda komiteti raisi Mike Gallagher, Kengash palata a'zosi va mazkur komitetning a'zosi Raja Krishnamurti qatorliqlar 5-oyning 2-kuni Nike'ning majburiy emgakdan ishlangan mallarni Amerikaga import qilish ahvoliga qarata tekshirish boshladi. Komitet raisi Mike Gallagher, Kengash palata a'zosi va mazkur komitetning a'zosi Raja Krishnamurti qatorliqlar 5-oyning 2-kuni Nike, Adidas, Shein, Timo şirketleriga xat yazib, ularning mal ta'minlash liniyasining ta hozirgacha Uyg'ur majburiy emgakiga chetishliq ekanligini, Xitoy Kompartiyasining irqiy qirg'inchilikni izchil yurgizishi uchun sharoit hozirlaganligini bildirgan hamda Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga amal qilishini, ta'minlash liniyasida majburiy emgak omillarining yo'qligini isbotlashni talab qilgan. Sharq Turkiston surgundi hukumati Twitter hisobida buningga inkos qaytarib, majburiy emgakning oldini olish qonunini yo'lga qo'yishda cho'ng bir bo'shliqning borligini, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning Xitoyning ichkari o'lkalariga qul ishchilikqa selinish maqsadida yutkilayotganligini, parlamentning shirkatlar mallarning majburiy emgakdan ishlanganligini 100% isbotlamaguncha Xitoyda ishlangan mallarning kirgizilishiga yo'l qo'ymasligini talab qilganligini bildirdi. Meksikadagi Xitoy bash elchisi taklif qilingan majlisda 2 nafar qonun chiqaruvchi Tibetga erkinlik, Uyg'urlarga erkinlik deb to'lab yig'inni bo'lgan. Erkin Osiyo radiosining 2-may kunidagi xabariga qaraganda, Xitoy elchi Jang Yun Meksika Tuvan palataning raisi Santiago Kiriel tarafidan qarshi olingandan keyin Meksika parlamentining millat vakili Salvador Cairo Cabrera Tibet do'stlari guruhidan Enis Para Joair o'rnidan turib 20 minut Tibet bayrog'ini chiqarib, Tibetga hurlik deb vaqirgan. Bo'libmi Karo Uyg'urlarga erkinlik, jazo lagerlarini amaldan qoldiring deb bakrak vaqirgan. Parlament a'zolari Xitoyning Tibet va atalmish Shinjongda qattiq siyosat yurgizayotganligiga, Uyg'urlarning diniy kimligi va kulturini dafsanda qilayotganligiga e'tiroz bildirgan. Xitoy elchixonasining bayonotiga qaraganda, Jang parlament yig'iniga qatnashgandan keyin Avam palatasining Meksika Xitoy do'stlik guruhining a'zolari bilan ko'rishib, bir Xitoy prinsipining ikki davlat munosabatining siyosiy asosi bo'lishdagi muhimligini ta'kidlagan va yana Meksikaning bir balvoq bir yo'l tashabbusi va boshqa taraqqiyot va bexatarlik programmalariga qatnashishni qarshi olganligini bildirgan. Karo bilan Para Tibet do'stlarini qurgan bo'lib, 2022 noyabrda Avam palatasidagi 5 siyosiy partiyaning 19 parlament a'zosining orasida yer olgan. Sharq Turkiston surgundi hukumati Twitter hisobidan Sharq Turkiston xalqiga vakolatan bu 2 nafar parlament a'zosining ishg'ol qilingan Sharq Turkistonda Xitoy yurgizayotgan vahshiylikka qarshi dodillik bilan ovozini chiqarganligiga rahmat aytadiganligini bildirdi. New York Demokratlar Partiyasining Avam palata a'zosi Grace Ming yaqinda Federatsiya tekshirish idorasi tomonidan qo'lga olingan Xitoy Kompartiyasi xodimi bilan davomli ko'rishib turgan. Kundalik chaqirg'uchi xabar to'rining 30 aprel kunidagi xabariga qaraganda, Ming 2016 yildan boshlab Xitoy Amerika tashkilotlari o'tkazgan 4-oyning 17 kuni Federatsiya tekshirish idorasi tomonidan chet elda qonunsiz soqchi punkti echish va tijorat qilish jinoyati bilan qo'lga olingan Amerika Changli jamiyatining sobiq raisi Lu Jiawangmo qatnashgan New York shahridagi ko'p qatimliq faoliyatlarga qatnashgan bo'lib, Fujian sharqi janubiy xabar to'rining xabariga qaraganda 2016 yili 9-oyning 26 kuni Amerika Changlining Manhattan bosh shtabining ochilish marosimiga qatnashgan. Federatsiya tekshirish idorasi Lu Jiawangning Xitoy hukumat soqchixonasini boshqargandan boshqa Amerika ichida bir qancha bostirish faoliyati olib borganligini, ya'ni 2015 yili Washingtonda din a'zolariga qarshi namoyish qilganligini, 2022 yili Xitoy bexatarlik amaldorlarining Kaliforniyada yashaydigan demokratiyani qo'llaydigan faoliyatchini iz qo'g'lishiga yordam berganligini o'ttirg'a qo'ygan. Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyor kundalik chaqirg'uchi xabar fondiga
Mingveyga o'xshash Nyu-Yorklik siyosatchilar o'zlarining parlament rayonida nurg'ulg'an Xitoy aholisining o'ltiraqlashganligini tushuntirish mas'uliyatiga ega. Xitoy parlament ijroiya komitetining bayonlariga asoslanganda, Xitoy Kompartiyasi Xitoy Amerikaliklarni ularning Xitoyda yashaydigan oilalariga tahdid qilish orqali nishonlaydi. Ming bu tahdidga duch kelgan saylovchilarni tunji bo'lib ogohlantirgan kishi bo'lishi, boshqalarga qaraganda Xitoy hukumatining qanday harakat qiladiganligini, ularning Nyu-York va Amerikaning har qaysi joylaridagi Xitoy diaspora jamiyati va o'qituvchi guruhlarga qanday singib kirganligini bilishi lozim. Xitoy Amerika jamiyatining har qaysi qatlamlariga tajovuz qilib, ichidan ojizlashtiryotidi. Xitoy demokratlashishda yo'q, biz Xitoyga o'xshab qolyapmiz. Bu masalani jiddiy hal qilmasa, vaqt saqlab turmaydi, dedi. 2022 yılı oktabrda Yevropadagi kishilik huquq qo'g'duvchilarining doklatining saytida Nyu-York pochtasi gazeti Amerika Changlining Manhattan ishxonasini Xitoy Xalq Jumhuriyati chet elda qurgan nurg'ulg'an saqchi punktlarining biri deb aniqlab chiqqan. Aqida, vatan, millat hammaning oldida turadi. Ozodlik, mustaqillik yetakchi bo'lish va taraqqiy qilishning ko'vrigi iymon asosida o'qishdir. Ilm ma'rifatlik bo'lishdir. Ong saviyani yuksaltishdir. Aqida, vatan, millatni hammaning oldida qo'yishdir. İjtimoiy qonuniyatlarni tushunishdir. Sabab-natija qonuniyatlari bo'yicha harakat qilishdir. Yiroqni planlab ish qilishdir. Chunki mustamlikaga qarshi turishning sog'lom yo'li kuchlik iymon, qalb pokligi, ilm, ma'rifat, aqlni ozod qilish va prinsipal nuqtalarda hamkorlashishdir. Shuni unutmaslik kerakki, ozodlik yo'li uzun yo'ldir. Bu yo'l o'zimizni ruhiy, aqliy, ilmiy, axloqiy, ijtimoiy va siyosiy jihatdan isloh qilmasak, texmo uzrab ketadi. Abdurahmon Koshig'ari. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.